Assalomu alaykum, hurmatli talabalar, hurmatli tinglovchilar. Bugungi mavzumiz konstitutsiya anomaliyalari va diatezlar. Mavzumizning maqsadi konstitutsiya anomaliyalari, diatezlar haqida tushuncha berish, diatezlarning rivojlanishiga ta'sir qiladigan omillar, egzo va endallergenlar haqida ma'lumotlar berish, irsiy omillar haqida gapirish, diatezlarning turiga qarab klinik manzarasini, qondagi o'zgarishlarni, umumiy mahalliy davolash usullarini va profilaktikasini ko'rib chiqamiz. Konstitutsiya Konstitutsiya bu irsiy va orttirilgan morfologik, funksional, biokimik va psixik xususiyatlarning yig'indisi bo'lib, organizmning oddiy tashqi va ichki taassurotlariga nisbatan adekvat javobi hisoblanadi. Ba'zi bolalarda har xil fiziologik va patologik taassurotlarga chidamliligi bilan ajralib tursa, ikkinchi xil bolalar chidamliligi sustligi bilan, uchinchi xil bolalar esa bu taassurotlarga juda ham kuchli patologik reaksiya bilan demak o'z kuchini namoyon qiladi. Mana shu patologik reaksiyaga biz diatez deymiz. Ya'ni diatez bu aslida kasallik emas, balki konstitutsiyaviy insonning bir holati hisoblanadi. Diatez so'zi grekcha diatezis, ya'ni moyillik ma'nosini anglatadi va kasallikka moyillik ma'nosini bildiradi. Konstitutsiya anomaliyalari, ya'ni diatezlar asosan 3 guruhga bo'linadi. Demak, birinchisi bu oksidativ kataral diatez, ikkinchisi limfatik lipoplastik diatez va uchinchisi nerv arteritik diatez. Klinik shakllariga ko'ra oksidativ kataral diatez bo'ladi, demak, pastozli va eritik ko'rinishda bo'ladi. Og'irlik darajasi bo'yicha esa yengil, o'rtacha, yaqqol belgilar bilan yoki og'irlik darajasi kuzatiladi. Va kechishi bo'yicha oksidativ kataral diatezlar yashirin, latent yoki simptomsiz bo'lishi mumkin va manifestli bo'lishi mumkin, yaqqol klinik belgilar bilan. Limfatik lipoplastik diatez esa ikki xil turda bo'ladi: makrosomal va mikrosomal ko'rinishda. Og'irlik darajalari ham xuddi oksidativ kataral diatezdek yengil, o'rta og'ir va yaqqol belgilar bilan, kechishi bo'yicha ham xuddi oksidativ kataral diatezdek yashirin, manifestli ko'rinishda bo'lishi mumkin. Nerv arteritik diatez klinik shakllariga ko'ra nerv psixik buzilishlar bilan va dismetabalik buzilishlar bilan namoyon bo'ladi. Og'irlik darajasiga ko'ra yengil, o'rta og'ir va yaqqol belgilar bilan va kechishi bo'yicha xuddi yuqoridagidek, demak, yashirin va manifestli bo'lishi mumkin. Shundan birinchi, demak, diatezlar ichida birinchisi bu oksidativ kataral diatezni qarab chiqamiz. Demak, tarixiga qaraydigan bo'lsak, 1905-yilda Cherny tomonidan oksidativ diatez degan termin kiritiladi. Bu diatezda organizmning teri va shilliq pardalari qaytalanuvchi yallig'lanish jarayonlariga, psevdoallergik reaksiyalarga, yallig'lanish prosesslarining cho'ziluvchan ketishiga va suv-tuz almashinuvi o'zgaruvchanligiga moyil bo'lish bilan namoyon bo'ladi. Keyinchalik esa Maslov tomonidan to'g'ri fikr berilib, diatez bu kasallik emas, balkim kasallikka moyillik deb aytiladi va diatezni rivojlanishi uchun irsiy moyillik va tashqi muhitni ta'siri asosiy rol o'ynaydi deb aytadi. Va tashqi muhitni ta'siriga ko'ra allergenlarni kiritadi. Allergen homila markaziy asab tizimining po'stloq qismida funksional patologik o'choq paydo qilib, allergik holatni vujudga keltiradi. Gistaminning biologik ta'sir mexanizmini, allergenlar deganda biz asosan gistaminlarga to'xtalib o'tmoqchimiz. Birinchi navbatda gistaminni biologik ta'sir mexanizmini ko'rib chiqamiz. Inson organizmida gistamin to'qima gormoni hisoblanib, organizmning hayotiy funksiyalarini tartibga soluvchi vositachi bo'lib hisoblanadi va bir qator kasalliklarni patogenezda muhim rol o'ynab beradi. Inson tanasida gistamin faol bo'lmagan holatda uchraydi. Ya'ni travma, stress, allergik reaksiyalar paytida erkin gistamin miqdori sezilarli darajada oshadi va turli zaharlar, ba'zan esa oziq-ovqat va ba'zi dori-darmonlar tanaga kirganda gistamin miqdori oshib ketishi bilan namoyon bo'ladi.
Silliq mushaklarning spazmi, shu jumladan bronxial mushaklar spazmi bilan kapillyarlarning kengayishi va qon bosimining pasayishi bilan e, namoyon bo'ladi. Kapillyarlarda qonning turg'unligi va ular devorlarning o'tkazuvchanligini oshishi, shish paydo bo'lishiga olib keladi. Atrofdagi to'qimalarda shish va qalinlashuv va qonning quyuqlashuvigacha olib kelishi mumkin gistamin yetishmovchiligi. Allergenlar allergenlar o'zi esa ekzogen va endogen bo'ladi. Ekzoallergenlar infeksion va neinfeksion tabiatli bo'lishi mumkin. Eksudativ kataral diatezda ko'proq ekzogen ovqat allergenlari ahamiyatga ega bo'lib, ular tuxum oqi, baliq, asal, zemlyanika, apelsin, mandarin, limon va shokoladli bo'lishi mumkin. Bundan tashqari antibiotiklar, emlash materiallari allergen bo'lishi mumkin. Erta yoshdagi bolalarda ko'proq B6 yetishmovchiligi allergik holatni vujudga keltirishga asosiy demak omil bo'lib hisoblanadi. Endi allergenlar organizm ichida hosil bo'ladi va ular tabiiy va orttirilgan endi allergenlar bo'lishi mumkin. Tabiiy endi allergenlarga immun tizimidan mutlaqo izolirlangan to'qima antigenlari, bu ko'z gavhari, nerv to'qimasi, qalqonsimon bez kolloidi, jinsiy bezlar kiradi. Bular to'qima baryeri zararlangandagina immun tizimi bilan to'qnashadi va organizm uchun yot hisoblanib allergiya chaqirishi mumkin. Orttirilgan endi allergenlar esa infeksion, ximik, fizik faktorlar ta'sirida zararlangan organizm hujayralari bo'lishi mumkin. Organizmga birinchi marta allergen tushganda globulin fraksiyalarida o'zgarishlar kelib chiqadi va organizmni unga sezuvchan qilib qo'yadi. Bu globulinlar reagen deb ataladi. Qaytadan tushgan allergen reagen bilan uchrashib gaptenni hosil qiladi. Gaptenlar esa teri ostidagi kapillyarlar endoteliyasida to'planadi va uchinchi marta allergen tushganda reaksiya hosil bo'ladi. Ya'ni antigen antitela reaksiyasi hosil bo'lib, teri tomonidan demak namoyon har xil toshmalar ko'rinishida namoyon bo'lishni boshlaydi. Patofiziolog ADA tomonidan immunologik reaksiya 3 ta stadiyada ko'rib chiqiladi. Birinchi stadiya bu immunologik, ya'ni reaksiya antigen antitela terining so'rg'ich qavatida paydo bo'lishi. Ikkinchi stadiya, ya'ni patoximik stadiya, bu yerda to'qimalarda proteolitik fermentlar, ya'ni gistamin, serotonin, bradikinin ishlab chiqarishni boshlaydi va uchinchi stadiyada bu patofiziologik stadiya hisoblanadi. Bunda modda almashinuvida ichki a'zolarda o'zgarishlar kuzatiladi. Klinikasi jihatidan demak diatezni belgisi bolaning 3-6 oyligida namoyon bo'lishni boshlaydi. Boshlang'ich belgilari bu nerv tizimining funksional o'zgarishlari hisoblanadi. Demak, bola ko'p uxlaydi, ko'p yig'laydi, uchib tushadi. Shartli reflekslar sekinlik bilan chaqiriladi. Qichish, qusish, ko'p terlash kabi belgilar paydo bo'ladi. Diatezning pastozli turida to'qimalar gidrofilligi kuzatiladi, ortiqcha vaznga moyillik bo'ladi. Bunday bolalarning teri va shildiq pardalari rangpar bo'ladi, toshma elementlari namli va ekzemani rivojlanishiga moyil bo'ladi. Iritik turida esa teri toshmalari asosan quruq va qichiydigan bo'ladi. Shuning uchun bolalar ko'pincha bezovta bo'ladi, yomon uxlaydi va vazn ortishi kamayadi. Diatezning har qanday shaklida ham zararlangan teri atrofida limfa tugullarining kattalashishini aniqlashimiz mumkin. Teri tomonidan kuzatiladigan asosiy belgilardan bu birinchisi bu gnez, ya'ni qovuzloq deb ataladi. Qosh ustida, boshning sochli qismida, katta liqildoq atrofida paydo bo'ladi va bu asosan yog' bezlari funksiyasining oshishi natijasida kuzatiladigan holat hisoblanadi. Ikkinchi belgisi bu молочный strup deb ataladi. Yuzi qizarib turadi, terisi qitiqlanadi. Qichishish natijasida pufakchalar hosil bo'lishi mumkin va yuzi maska ko'rinishini egallaydi. Bu yerda молочный strupning har xil ko'rinishdagi demak ko'rinishlarni ko'rishimiz mumkin har xil bemorlarda. Keyingi belgisi aprelis yoki bichilish ham deb ataladi. Bu asosan tabiiy burmalarda hosil bo'ladi, ya'ni qizarish paydo bo'ladi, hidlanib turadi, namlanadi. Yaxshi qaralmasa eroziyaga ham olib kelishi mumkin.
Demak, eksudativ kataral diatezning to'rtinchi shakli, ko'rinishi Stropholis ko'rinishida kechadi. Bu teri ustidagi qizil papulachalar hosil bo'lishi. Bu papulalar qichishi bilan papula pufakchaga aylanib, po'sta hosil bo'lishi bilan xarakterlanadi. Keyingi belgisi bu krapivnitsa yoki bo'lmasa xalq tilida eshak yem ham deb ataladi. Valdir hosil bo'ladi, juda qattiq qichiydi, oqimtir qizg'ish rangda bo'ladi va kuygan teriga o'xshab, demak, o'ziga xos ko'rinishni egallaydi. Og'ir ko'rinishlardan bittasi bu ekzema. Teridagi o'zgarishlarni og'ir ko'rinishlardan biri hisoblanadi. Kuchli qichiydi. Bola judayam bezovta bo'ladi, uyqusi notinch bo'ladi, ishtahasi pasayib ketadi. Shilliq pardalar tomonidan esa quyidagi o'zgarishlar kuzatiladi. Yuqoridagi hamma belgilar strofolis, ekzema, krapivnitsa bular teri tomonidan bo'ladigan o'zgarishlar edi. Endi shilliq pardalar tomonidan o'zgarishlarga, demak, kiradigan belgilar bu geografik til. Bu til epiteliyasining diskvamatsiyasi, yallig'lanish natijasida yuzaga keladi. Ikkinchisi retsidivli katar. Bu yuqori nafas olish yo'llarining yallig'lanishi hisoblanadi va ichaklarning retsidivli yallig'lanishi. Davolash ratsional ovqatlantirilishni yo'lga qo'yishdan boshlanadi. 1 yoshgacha bo'lgan bolalarda uchun optimal ovqatlanish bu, конечно, ona suti hisoblanadi. Bola oqsil, yog', uglevodlarning nisbatini yoshiga mos ravishda olish kerak, allergenlarni kamaytirish kerak ratsionida. Davolash umumiy va mahalliy bo'ladi. Umumiy davolashga, demak, antigistamin preparatlardan Dinidrol 0,02, 0,03, kalsiy xlor 1%, bir choy qoshiqdan 3-4 martagacha, ketotifen 0,05 milligrammni kilogramm sutkasiga 2 martagacha va vitaminoterapiya. Vitaminoterapiyadan vitamin B6, demak, 50-75 milligramm sutkasiga, terisiga quruq bo'lganda vitamin A yaxshi yordam beradi. Ming xalqaro birlikni kilogramm, pantotenat kalsiy 100-150 milligramm sutkasiga, panganat kalsiy 50-100 milligramm sutkasiga, vitamin E 25-30 milligramm sutkasiga beriladi. Va immunostimulyatsiya maqsadida pentaksil 0,2 metil uratsil 100 milligramm, kechirasizlar 10 milligrammdan beriladi. Bu yerda antigistamin preparatlarini ko'rishimiz mumkin. Demak, ximik va tarkibiy nomlarini, chiqarilish formasini va dozalarini ko'rishimiz mumkin. Profilaktikasi, demak, har 2-3 oyda desensibillovchi preparatlardan foydalanamiz. Emlashga tayyorlash maqsadida, demak, 5-6 kun oldin, demak, antigistamin preparatlar va B guruh preparatlarini, vitamin preparatlarini berib boramiz va bolani ratsional ovqatlantiramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.